Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda kuchga kirgan yangi qonun haqida gaplashamiz. Bu qonun sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga, daromadlaringizga, mulkingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Siz uchun juda muhim maslahatlar tayyorlaganman. Bugungi video hayotingizni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ayniqsa agar sizda norasmiy daromad manbalari bo'lsa. Bu faqat ayrim kishilarga emas, balki deyarli har bir fuqaroga tegishli qoidalar majmuasi. Shuning uchun boshdan oxirigacha diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Uzoq yillar davomida ko'plab fuqarolarimiz o'zlarining asosiy ish joyidan tashqari qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lishgan. Masalan, kvartira ijaraga berish, shaxsiy mashinasida taksichilik qilish, uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanib mahsulot sotish, repertuarli xizmatlar ko'rsatish yoki chet eldan kelgan pul o'tkazmalari orqali daromad olish. Ko'pincha bu turdagi daromadlar rasmiy ravishda hech qanday tarzda ro'yxatga olinmagan, soliqqa tortilmagan va hech kimga deklaratsiya qilinmagan. Jamiyatimizda bu holat oddiy holat sifatida qabul qilingan edi. Ba'zilar bu daromadlarni shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatilgan deb hisoblagan bo'lsa, boshqalar oddiygina qonuniy tartiblarni bilmagan yoki ularga e'tibor bermagan. Soliq idoralari ham bunday daromadlarni aniqlashda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelgan. Asosiy e'tibor yirik korxonalar va rasmiy tadbirkorlik faoliyatiga qaratilgan edi. Natijada davlat byudjetiga katta miqdorda mablag'lar tushmay qolgan. Bu esa ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yaqinda kuchga kirgan jismoniy shaxslarning norasmiy daromadlarini deklaratsiyalash va soliqqa tortish tartibi to'g'risidagi yangi qonun aynan mana shu muammoga yechim topishga qaratilgan. Bu qonun mamlakat iqtisodiyotini shaffoflashtirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va barcha fuqarolar uchun teng soliq yukini ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi jismoniy shaxslar ma'lum turdagi norasmiy daromadlarni majburiy tartibda deklaratsiya qilishlari va belgilangan soliq to'lashlari shart. Bu degani, ilgari sizning e'tiboringizdan chetda qolgan yoki unchalik muhim deb hisoblamagan pul tushumlari endi rasmiy ro'yxatga olinishi kerak. Bu faqatgina davlatning pul yig'ish usuli emas, balki har bir fuqaroning o'z daromadlari uchun mas'uliyatini oshirishga qaratilgan qadamdir. Davlatimiz ijtimoiy dasturlar, infratuzilma loyihalari va davlat xizmatlarini moliyalashtirish uchun barqaror daromad manbalariga muhtoj. Va bu yangi qonun aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Endi sizning har qanday daromadingiz qonuniy asosda hisobga olinishi va tegishli tartibda soliqqa tortilishi mumkin. Bu juda muhim o'zgarish. Keling, kimlarga bu qonun ta'sir qilishini va nimalarni bilish muhimligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu yangi qonun avvalambor asosiy ish joyidan tashqari qo'shimcha daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslarga tegishli. Ya'ni, agar siz rasmiy ishda ishlasangiz va maoshingizdan soliq to'lasangiz ham, agar sizda boshqa manbalardan daromad kelib chiqayotgan bo'lsa, siz ham bu qonun doirasiga tushasiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Ko'chmas mulkni ijaraga beruvchilar. Agar siz kvartira, uy, do'kon yoki boshqa ko'chmas mulkni ijaraga bergan bo'lsangiz, endi bu daromadlarni deklaratsiya qilishingiz shart. Misol uchun, Toshkentda o'rtacha bir xonali kvartira oyga 300 AQSh dollari atrofida ijaraga beriladi. Bu yilga 300-600 dollar demakdir. Ilgari ko'pchilik bu pullarni hech qanday rasmiyatsiz olgan. Endi esa siz bu daromaddan belgilangan miqdorda, masalan, 12% soliq to'lashingiz lozim bo'ladi. Ya'ni 306 ming dollardan 432 dollarga soliqqa to'g'ri keladi. Agar siz ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz va soliq organlari buni aniqlasa, siz nafaqat to'lanmagan soliqni, balki jarima ham to'lashingizga to'g'ri keladi. Jarimalar esa to'lanmagan soliq summasining 2 barobarigacha bo'lishi mumkin. Bu degani, jami 1296 dollargacha to'lash ehtimoli bor. Ko'rib turganingizdek xavf juda katta ekan. Frilanserlar va xizmat ko'rsatuvchilar. Agar siz dasturchi, dizayner, tarjimon, repetitor, maslahatchi yoki boshqa turdagi xizmatlarni pullik asosda ko'rsatsangiz, ayniqsa agar sizning mijozlaringiz ko'p bo'lsa yoki sizga doimiy ravishda pul o'tkazmalari kelib tursa, bu daromadlarni deklaratsiya qilish talab etiladi.
Tasavvur qiling, siz haftasiga 5 nafar o'quvchiga ingliz tili darsini o'tasiz. Har biridan oyga 200 ming so'mdan olasiz. Bu oyga jami 1 million so'm daromad, yiliga bu 2 million so'm bo'ladi. Avval siz bu pulni cho'ntagingizga solgan bo'lishingiz mumkin. Endi esa bu daromaddan ham ma'lum bir soliq foizini to'lashingiz kerak. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soddalashtirilgan tartiblar mavjud, ammo bu baribir ro'yxatdan o'tish va daromadni ko'rsatishni talab qiladi. Aks holda, agar sizning bank hisobingizga doimiy ravishda fizik shaxsga pul o'tkazmalari kelib tursa, soliq organlari bunga shubha bilan qarashi mumkin. Mahsulot sotuvchilar, agar siz uyda tayyorlangan mahsulotlarni, masalan, pishiriqlar, hunarmandchilik buyumlari, to'qilgan kiyimlar, onlayn platformalar orqali yoki do'stlaringizga sotsangiz va bu doimiy daromad manbaiga aylangan bo'lsa, siz ham bu qonun doirasiga kirasiz. Siz har oyda 200 ming so'mlik 10 ta hunarmandchilik buyumini sotasiz. Bu oyga 2 million so'm, yiliga 24 million so'm daromad. Bu pul endi soliqqa tortilishi kerak. Agar siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirsangiz, masalan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, soliq yuki kamroq bo'lishi mumkin, ammo uni butunlay e'tiborsiz qoldirish endi mumkin emas. Chet eldan keladigan pul o'tkazmalari. Agar sizga chet eldan doimiy ravishda, masalan, qarindoshlar tomonidan yoki onlayn ishlar evaziga katta miqdorda pul o'tkazmalari kelib tursa, bu mablag'larning manbasini tushuntirish talab qilinishi mumkin. Agar bu sizning mehnatingiz evaziga olingan daromad bo'lsa, u ham deklaratsiyaga tortiladi. Agar bu shaxsiy sovg'a yoki moddiy yordam bo'lsa, u boshqacha ko'rib chiqiladi. Lekin doimiy va katta miqdordagi o'tkazmalar e'tiborga tushishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Bir rasmiy ish joyida ishlovchilar. Agar siz faqat bir joyda rasmiy ishlaysiz va sizning maoshingizdan barcha soliqlar buxgalteriya tomonidan ushlab qolinib, davlatga o'tkazilsa, siz bu qonun yuzasidan qo'shimcha deklaratsiya to'ldirishingiz shart emas. Sizning daromadingiz allaqachon soliqqa tortilgan. 2. Davlatdan pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Pensiya, nafaqalar va stipendiyalar odatda daromad soligidan ozod qilingan. Shuning uchun bu turdagi to'lovlar uchun sizdan hech qanday qo'shimcha deklaratsiya talab etilmaydi. Bir martalik shaxsiy mol-mulkni sotish. Masalan, siz eski avtomobilingizni sotasiz yoki biror uy ro'zg'or buyumini sotasiz. Agar bu faoliyat muntazam va biznes xarakteriga ega bo'lmasa, bu turdagi bir martalik bitimlar odatda daromad deklaratsiyasini talab qilmaydi. Ammo agar siz muntazam ravishda avtomobillar olib sotish bilan shug'ullansangiz, bu endi tadbirkorlik faoliyati sifatida baholanadi va deklaratsiya talab qiladi. Farq shundaki, bir martalik shaxsiy ehtiyoj uchun mol-mulkni sotish va tizimli ravishda daromad olish maqsadida savdo qilish orasidagi farqni soliq organlari aniq ajrata oladi aslida. Bu qonun shaffoflikni oshirish va barcha fuqarolarning soliq yukini adolatli taqsimlashga qaratilgan. Qonunga amal qilish sizni kelajakdagi moliyaviy muammolardan va jarimalardan himoya qiladi. Aksincha, qonunga rioya qilmaslik nafaqat jarimalarga, balki ma'lum hollarda mol-mulkni musodara qilishgacha bo'lgan jiddiy huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Davlat endi bank o'tkazmalari, onlayn savdo platformalari, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama e'lonlari kabi bir qator mexanizmlar orqali norasmiy daromad manbalarini osongina aniqlay oladi. Shu sababli bilmasdim degan bahona endi ishlamaydi. Har qanday qonun singari bu yangi tartib ham o'ziga xos istisnolar, nozik jihatlar va yashirin qopqonlarga ega. Ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan qutqarishi mumkin. 1. Daromad miqdorining ahamiyati, minimum chegara. Yangi qonunda ma'lum bir minimal daromad chegarasi belgilangan bo'lishi mumkin. Undan past bo'lgan daromadlar uchun deklaratsiya talab etilmaydi yoki soddalashtirilgan tartib qo'llaniladi. Masalan, agar sizning norasmiy daromadingiz oyga minimal ish haqining MEB APR-dan oshmasa, sizdan uning deklaratsiyasini talab qilmasliklari mumkin. Ammo bu chegara har yili o'zgarishi mumkinligini va aniq raqamlarni soliq kodeksida tekshirish kerakligini unutmang. Bu yashirin qopqon. Shundaki, ko'pchilik bu chegaradan xabardor bo'lmasligi va daromadini oshirib yuborishi mumkin. Yoki aksincha ozgina daromadim bor, shuning uchun bildirmayman deb o'ylashlari mumkin. Ammo vaqt o'tishi bilan bu miqdor chegaradan oshib ketish ehtimoli bor. 2. Bir martalik daromad va doimiy faoliyat o'rtasidagi farq. Bu eng muhim nozik jihatlardan biri. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz shaxsiy avtomobilingizni bir martalik sotgan bo'lsangiz, bu odatda deklaratsiya talab qilmaydi.
Lekin agar siz muntazam ravishda avtomobillar sotib olib, ta'mirlab sotib, shu orqali daromad topsangiz, bu tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Soliq organlari buni qanday ajratadi? Ular sizning bank hisobingizdagi tranzaksiyalar soni va miqdoriga, shuningdek, e'lonlar saytlaridagi faoliyatingizga qarab baho berishi mumkin. Masalan, agar siz bir yilda 5 ta mashina olib sotgan bo'lsangiz, bu aniq biznes faoliyati hisoblanadi. Pitfall shundaki, ko'pchilik buni oddiy shaxsiy mulkini sotish deb hisoblaydi va oqibatda jarimaga tortilishi mumkin. 3. Sovg'alar va meros. Agar sizga do'stingiz yoki qarindoshingizdan katta miqdorda pul sovg'a qilingan bo'lsa yoki meros qoldirilgan bo'lsa, bu daromad solig'iga tortilmaydi. Biroq bu holatda siz sovg'a yoki merosning qonuniy ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishingiz kerak. Masalan, notarial tasdiqlangan sovg'a shartnomasi yoki merosga egalik guvohnomasi. Agar bunday hujjatlar bo'lmasa va katta miqdordagi pul o'tkazmasi soliq organlarining e'tiboriga tushsa, ular sizdan bu mablag'larning manbasini tushuntirishingizni talab qilishlari mumkin. Bu yerda unobis nuance shuki, og'zaki kelishuvlar yoki qog'ozsiz transferlar muammoga sabab bo'lishi mumkin. 4. Chet eldan olingan daromadlar. Agar siz chet el kompaniyasida frilanser sifatida ishlasangiz va maoshingiz chet el valyutasida kelib tursa, bu daromadlar ham deklaratsiya qilinishi kerak. Siz ularni O'zbekiston valyutasiga O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o'tkazma kunidagi kursi bo'yicha o'tkazib hisoblashingiz va soliq to'lashingiz lozim. Ba'zi davlatlar bilan O'zbekiston ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish to'g'risidagi shartnomalarga ega. Agar siz chet elda allaqachon soliq to'lagan bo'lsangiz, O'zbekistonda yana soliq to'lashingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin buning uchun chet elda soliq to'laganingizni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishingiz va bu haqda soliq organiga xabar berishingiz kerak. Bu joydagi pitfall shundaki, ko'pchilik bu shartnomalar haqida bilmasligi yoki hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtira olmasligi mumkin. 5. Xarajatlarni chegirish imkoniyati. Ba'zi turdagi daromadlarni deklaratsiya qilishda siz bu daromadni olish uchun qilgan xarajatlaringizni umumiy daromaddan chegirib tashlashingiz mumkin. Masalan, agar siz kvartira ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara davomida amalga oshirilgan ta'mirlash xarajatlarini agar bu hujjatlar bilan tasdiqlansa, ijara daromadingizdan ayirishga ruxsat berilishi mumkin. Yoki frilanser sifatida ishlagan bo'lsangiz, o'zingizning ish faoliyatingiz uchun sotib olgan kompyuter, dasturiy ta'minot kabi xarajatlarni chegirishingiz mumkin. Lekin buning uchun barcha xarajatlar hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Cheklar, fakturalar, shartnomalar. Bu nuans qonuniy tarzda soliq yukini kamaytirishga yordam beradi. Ammo ko'pchilik bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Chunki ular cheklarni saqlamaydilar. 6. Muddatlar va jarimalar. Soliq deklaratsiyalarini topshirish va soliqlarni to'lash uchun aniq muddatlar belgilangan. Bu muddatlarga rioya qilmaslik kechiktirilgan har bir kun uchun jarimalarga olib kelishi mumkin. E'tibor berish kerakki, kichik miqdordagi kechikishlar ham yig'ilib katta summalarga aylanishi mumkin. Eng katta pitfall shundaki, ayrim fuqarolar bilmay qolib soliq deklaratsiyasini umuman topshirmasligi va keyinchalik jiddiy jarimalarga duch kelishi mumkin. Ba'zi hollarda agar soliq organlari sizning katta miqdordagi daromadingizni umuman deklaratsiya qilmaganingizni aniqlasa, bu jinoiy javobgarlikka tortilishga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuni yodda tutingki, bu qonun sizni qat'iy nazorat qilish emas, balki iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va shaffoflikni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Qonun doirasida harakat qilish sizga tinchlik va ishonch bag'ishlaydi. Nozik jihatlarni tushunish va ulardan to'g'ri foydalanish orqali siz o'zingizni ortiqcha muammolardan himoya qilasiz. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu yangi qonun talablariga rioya qilish uchun nimalar qilishingiz kerak? Har bir qadamni aniq va tushunarli tilda tushuntirib beraman. Bir qadam, daromad manbalaringizni aniqlang va tahlil qiling. Avvalo, siz o'zingizning barcha daromad manbalaringizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Oylik maosh ushdan tashqari sizga qayerdan pul kelib tushyapti? Kvartira ijarasidanmi? Kimga qancha muddatga, qancha summadan? Frilanserlik xizmatlaridanmi? Kimga xizmat ko'rsatyapsiz? Qaysi platformalar orqali, qanday valyutada mahsulot sotyapsizmi? Nimalar, qayerda, qancha miqdorda? Chet eldan doimiy pul o'tkazmalar bormi? Kimdan, qanday maqsadda? Har bir manba bo'yicha daromad summasini taxminan hisoblab chiqing. Bu sizga keyingi qadamlar uchun asos bo'ladi.
Bu qadamni juda jiddiy o'ylang. Hech narsani e'tibordan chetda qoldirmang. Hatto kichik doimiy daromad manbalari ham keyinchalik ahamiyatli bo'lishi mumkin. 2 qadam tegishli hujjatlarni to'plang. Har bir daromad manbai bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar to'plang. Bu sizning ishonchli ekanligingizni va daromadlaringizning qonuniyligini ko'rsatadi. Ijara daromadlari uchun ijara shartnomasi notarial tasdiqlangan bo'lishi afzal. Ijaraga berilgan mulkning kadastr hujjati, ijara haqqi to'lovlari haqidagi kvitansiyalar yoki bank o'tkazmalari, xizmat ko'rsatish yoki frilanserlik uchun xizmat ko'rsatish shartnomalari, bajarilgan ishlar uchun to'lov kvitansiyalari, bank ko'chirmalari. Agar pul o'tkazmalar orqali kelgan bo'lsa, chet el mijozlari bilan ishlagan bo'lsangiz, onlayn platformalardagi to'lovlar tarixini saqlab qo'ying. Mahsulot sotish uchun. Agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, sotilgan mahsulotlar uchun cheklar, elektron cheklar yoki to'lov qabul qilinganligi haqidagi tasdiqnomalar, chet eldan pul o'tkazmalar uchun. Agar bu sovg'a yoki moddiy yordam bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yozma xat agar bor bo'lsa, agar bu ish haqi bo'lsa, ish beruvchi bilan shartnoma. Unutmang, barcha xarajatlarni ham hisobga oling va cheklarni saqlab qo'ying. Bu sizga soliq yukini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Misol uchun, kvartira ijaraga berishdan olingan daromaddan ta'minlash xarajatlarini chegirib tashlashingiz mumkin. 3 qadam. Faoliyatingizni rasmiylashtirish yo'lini tanlang. Sizda bir nechta variant mavjud. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Agar siz ma'lum turdagi xizmatlar ko'rsatish, repetitorlik, sartaroshlik, usta xizmatlari va hayki yoki uyda mahsulot tayyorlash bilan shug'ullansangiz, bu eng qulay va soddalashtirilgan yo'l. Siz soliq mobil ilovasi orqali yoki soliq idorasida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun belgilangan minimal miqdordagi soliq to'lovlari, masalan, yillik 200 ming so'm yoki undan ko'proq faoliyat turiga mavjud bo'lib, ular barcha soliq majburiyatlarini qoplaydi. Bu variant orqali siz nafaqat qonuniy faoliyat yurgizasiz, balki kelajakda pensiya olish huquqini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Chunki bu to'lovlar ijtimoiy soliq hisoblanadi. Jismoniy shaxslarning daromadi deklaratsiyasini topshirish. Agar siz o'zingizni o'zi band qilgan shaxslar ro'yxatiga kirmaydigan turdagi daromadga ega bo'lsangiz, masalan, ko'chmas mulk ijarasidan olingan daromad, siz yillik daromad deklaratsiyasini topshirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz hududiy davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi My-Dokup soliq xizmatlari bo'limidan foydalanishingiz mumkin. Bu deklaratsiyada siz yil davomida olgan barcha daromadlaringizni ko'rsatasiz va ular asosida soliq hisoblanadi. 4 qadam. Deklaratsiya topshirish va soliqni to'lash muddatlarini bilib oling. Yillik daromad deklaratsiyasi uchun. Odatda o'tgan yilgi daromadlar uchun deklaratsiya keyingi yilning 1 aprelga qadar topshiriladi. Soliqni to'lash muddati esa 1 iyunga qadar bo'ladi. Bu muddatlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har yili aniq ma'lumotlarni soliq kodeksidan tekshiring. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliq to'lovlari odatda har oyda yoki yilning oxirida bir martalik amalga oshiriladi. Bu ham faoliyat turiga qarab farq qilishi mumkin. Bu muddatlarga qat'iy rioya qiling. Muddatlarni buzish jarimalarga olib kelishi mumkin. 5 qadam. Hisob kitoblarni amalga oshirish va to'lovni bajarish. Agar siz daromad deklaratsiyasini topshirayotgan bo'lsangiz, soliq organlari sizning daromadlaringizni va chegariladigan xarajatlaringizni hisobga olgan holda soliq summasini hisoblab beradi. Soliq to'lovini bank orqali, mobil ilovalar, masalan, soliq mobil ilovasi orqali yoki Payme, Click kabi to'lov tizimlari orqali yoki davlat xizmatlari markazlarida amalga oshirishingiz mumkin. To'lovni amalga oshirgandan so'ng kvitansiya yoki to'lov tasdig'ini saqlab qo'ying. 6 qadam. Doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab boring va maslahat oling. Soliq qonunchiligi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Davlat soliq qo'mitasining rasmiy saytini soliq.uz muntazam kuzatib boring. Agar siz biron bir vaziyatda qanday yo'l tutishni bilmasangiz, shubhali holatlar yuzaga kelsa, malakali soliq maslahatchisiga murojaat qiling yoki Davlat soliq xizmatining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Hech qachon taxminlarga asoslanib ish ko'rmang. Aksincha, mutaxassis fikrini oling. Bu sizni ko'plab xatolardan asraydi. Eslatma, ushbu qonunning maqsadi sizni qiynash emas, balki iqtisodiy munosabatlarni shaffof va adolatli qilishdir. Bu jarayonga ongli ravishda yondashsangiz, siz kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy
va huquqiy muammolardan o'zingizni to'liq himoya qilgan bo'lasiz. Hozirgi kunda barcha axborot tizimlari shunday rivojlanganki, norasmiy daromadlarni aniqlash imkoniyatlari juda yuqori. Shuning uchun shaffoflik sari intiling. Aziz tomoshabinlar, bugun biz juda muhim mavzu, yangi soliq qonuni va uning sizning hayotingizga ta'siri haqida gaplashdik. Xulosa qilib aytganda, bu qonun iqtisodiy shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning o'z daromadlari uchun mas'uliyatini kuchaytirishga qaratilgan. Norasmiy daromadga ega bo'lgan har bir shaxs endi o'z faoliyatini qonuniylashtirishi va belgilangan tartibda soliq to'lashi shart. Bu sizni kelajakdagi jarimalar va huquqiy muammolardan himoya qiladi. E'tiborsizlik qimmatga tushishi mumkinligini unutmang. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va siz o'zingiz uchun tegishli xulosalar chiqardingiz. Sizning moliyaviy farovonligingiz va qonuniy himoyangiz biz uchun muhim. Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.